Alisher Navoiy nomli opera va opera drama teatrining aktyori, badiiy so'z ustasi, usta yumorist, aktyor, o'zimizning eng sevimli so'z ustasi ukalarimizdan Rustamjon Hamroqulovga navbat bersak, bu yigit davrani olib borsa, menimcha qarshilar yo'q. Hammamiz marhamat Rustamjon o'rtaga. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizi O'zbekda bir gap borki, agar nasbiy qo'shilsa kelar shomu yiroqdan, qo'shilmasa ketar qoshu qavoqdan dedim. Tasavvur qiling, erta bilan turganingizda sizni peshonangizga bir kosa mastavani ichishdi Namangan oblastini Pop rayonini Sang qishlog'iga yozgan bo'lsa, vaholanki siz Andijonda turibsiz, shuni borib ichib kelinar ekan, nasib shunaqa ulug' narsa bo'lar ekan. Ming rahmat mana shu xonadonning egalariga, to'yning egalariga, shu qishloqning xalqiga, bizni yo'qlaganlaringiz uchun ming rahmat. Endi Iskandarjonja oshirib yubordi. Unaqacha badiiy so'z ustasi bo'lmasak ham, qo'limizdan kelganicha baholi qudrat deydi. Baholi qudrat biz sizlarni shu bugungi to'yda iloji boricha o'zimizdagi bor san'atni ishga solib, ko'ngillaringizni ovlashga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelmaganiga qarzdormiz. Yana bir o'rganib kelib, boshqa o'rganarmiz, yo aytib berarmiz. Lekin men shundan xursandmanki, qarang, nasibimiz qo'shilib kelib turibmiz. Hali kuyov bilan kelinlarda vaqti kelmagan, hali mana ular o'tirishgani yo'q, lekin Shukrulloning ishxonasidan, do'stimizni ishxonasidan qator o'rni bor yigitlar kelgan ekan. Mana shularning davrasida bir og'iz bir kulgilik o'zimizni qo'limizdan kelganicha. O'zi 4 ta odamni kuldirishni bo'yniga olgan odam o'zi aqlli odam emas. Dangal gap bu, g'irt aqllilikdan dalolat bermaydi. Lekin men harakat qilaman kuldirishga o'rtoqlar. Men gapirganda kulish juda ham majburiy emas, aytib qo'yay. Xolagan odam kulsin. Bu Rustamjonni avara qilib Namangandan olib kelishibdi, kulishib turaylik deb hech kimning kalasiga bunaqa fikr kelmasin. Xolagan o'rtoqlar kulsin, xolamagan o'rtoqlar bemalol xo'mrayib o'tiraveringlar, voy. O'zi ayrim odamni kuldirib bo'lmaydi, quyma xo'mrayib tug'ilgan bo'ladi. Uni avara bo'lasiz kuldirishga, u kulmaydi. Qachon qarasang mana shundoq turish. To'ba hammomga ham shunday kirib boradi. Qorong'i burchagiga o'tirib, tog'araga suvni to'ldirib, oldiga qo'yib olib o'tiradi. Yuvinayotganlarga qarab xo'mrayib. Bir unga qaraydi, bir bunga qaraydi. Go'yo hammomdagilar yeb qo'ygani u quruq qolgan. Tobangdan ketay, voy. Ya nomard. Hammoma odam qushdek yengil bo'lib chiqib ketadigan joylar, bironta olqindi sovunni bosib olmasa, yaxshi bo'lib chiqib ketadigan joylar aqli. Kulib cho'milar. Men hammomga kirdim deguncha ashula boshlayman. Hammomda men Kamoliddin Rahimov bilan ham ashula aytishaveraman. Xo'si o'zi bilan Muhammadjonni keragi yo'q edi. Sovuqxonadan issiqxonaga qarab bir iho yesadiki, endi uni qo'yavering. Odamni o'ziga o'zi ilhom bag'ishlab deng, qaro ko'zim kelaymardim. Qaro ko'zim kelaymardim desiz 5 metr narida bittasi kupiyni o'rtasida do'st deb qo'yadi. Qani ekan, qaro ko'zim, yana yaxshi yuribdilarmi? O'zingizlar yaxshimisiz? Orqani bir ish qilib qo'ying deysiz. Balkim u bir zavodning direktoridir. Balkim bir savxozning direktoridir. Lekin u yerda hamma bir xil onasidan tug'ilgan deb pormadejda nomer 1. Ishqa to'g'rasiz. Peshonasiga amaldor deb yozib qo'ymaganmi? Qattiq ham ishqa uraverasiz. Endi yaxshi odamlar o'sha yerda ham yaxshi deng. Odamlar bor. Doim kulib turishadi. Shu nima kulaverasiz, ishlayverasiz ya, o'zi bashar ham shunaqa deydi. Qachon qarasang tabassum bilan turadi. Toshtemir Toyloq xuddi o'zi. Tavba. Go'yo qo'yib yuborgan xotini aliment olmaslikka tilxat bergan. Qachon qarasang irjayib turishadi. Ikkita sveji anekdot apandi so'radi. O'rtoqlar yaqinroq kelinglar, yangi savol. Apandi hammomga borgan ekan, tog'arasi teshik ekan.
hammani ham kuldirib, o'zi ham kulib xursand yuradi. Agar umringizni qadriga yetsangiz, hurmatli do'stlar, shu bir Namanganlik yigitni ham gapidan chiqmaylik desangiz, mana shu kulib yurgan odamdan ajramang. Yutqizib qo'ysangiz men to'layman. Xo'mrayganlardan qochinglar. Qo'shnisimisiz? Momentalni ko'chib keting unaqa joydan. Kerak emas unaqa joy. Dinamit topib portatib yuboringlar. Ruxsat bor, ota bobasi ham ko'rmagan ajoyib, xurram, baxtiyor zamonlarda yashayapmiz. Kimki qanaqa orzu, umid qilsa yetadigan zamonlar, to'g'rimi? Mehnat qilsa yetadi, tirishsa yetadi. Tirishganga aytadi-ku, hamma narsa madadkor. Endi shu hayotdan nolib xo'mray yuribdimi? Uni paxsa devalga qo'shib uraverish kerak. O'zi deval u. Deval. Shuning uchun o'rtoqlar, men avvalambor juda xursandman shunday to'yga taklif qilinganligimdan. Shu xonadonga kelgan barcha o'rtoqlarni qo'limdan kelganicha eng yangi bitta sveji askiyam bor, shundan boshlamoqchiman. Bir qishloqni oldi 4 ta yigitim, eng oldi yigitlar ali, do'ppini yarimta qilib poprisni ko'ndalang tishlab yuradigan yigitlar o'ladi har bitta qishloqda o'ziga xos chafani yigitlari. Shanba kuni to'planishib bir ichmaymizmi debdi. Atchot olganimiz yo'q, ichishdan gapiradi debdi bittasi. Pul yo'q. Bittasi aytdiki, menga qaranglar, bitta plan bor. Nima plan? Bugun shanbami? Shanba. Mamarim buvani eshagini o'g'irlab sotib yuboramiz. Ertaga bozor, ozanda sotib yuboramiz, ertaga kuni kunduzi bilan maza qilamiz. Maslahat bir joyga qo'yilib, Mamarim buvani og'iliga 12 dan o'tibdi-yu, birga yaqinlashyapti, uchovsi kirib borib eshakni yechib, yarim yo'lga olib borganda bittasi, to'qim esdan chiqibdi-yu debdi. To'qimasa eshakni kim oladi unaqa to'qimi yo'q eshakni? Kimga kerak u? Yalang'och eshak. Bittasi aytdiki, "Mana shu yerda turibdi-yu, 5 mingta men qo'ndiraman to'qimini mana shu yerga" deb. Qaytib borib og'ilga kirib to'qimni paypaslab qidirib yurgan ekan, chiroqni ko'tarib Mamarim buva kirib qopti. "Hey, hey, kim bu? Endi uyda yuribsanmi? Nima qilibsan?" Ali yigitam shart eshakdan qolgan nuqtani bo'yniga taqib, "Men tanimayapsizmi?" debdi. "Chiqsan, nima qilib turibsan bu yerda?" "Tanimayapsizmi?" "Tanimayapman-sa, men sizni eshagingizman" debdi. "Yo'q, odamsan u" desa, "To'g'ri, odam edim, 1 yil oldin odam edim. Dadam icha o'rganimga qarg'ab eshak olib qolgan degandi, eshak olib qolgandim. Mana 1 yil halol xizmatingizni qildim, jon dadam. Halol xizmatingizni qildim, jon dadam. Mana odamga aylandim, endi menga javob bering" debdi. Otaxonlar bunaqa qarg'ishga ishonadi, qarg'asa shunaqa o'lishiga ishonadi otaxonlar bor-da. O'g'lim, mayli, ama endi ichmagin, ko'rdingmi buni natijasini? Mana 1 yil seni minib yuribman-a. deb javob beribdilar. Haligi yigit qutulganiga xursand, otaxon bir savobli ish qilganiga xursand. Endi otaxonlar bilasizlar, eshakka suyanib qolgan odamlar. Ertasi kuni bozorga chiqib, bir yaxshiroq eshak olaman deb yursalar, ko'zlariga bir eshakcha issiq ko'rinarmish, iya. Yag'idan o'tibdilar, iya. Bag'idan o'tib, qulog'ini ko'tarib, "Qistaloq yana ichibsan" demişlar. Hurmatli muhtaram do'stlar, gap shundoqki, davramizda har xil kasbda ishlovchi o'rtoqlar o'tiribdi. Quruvchilar, shofyorlar, vrachlar, o'qituvchilar, qolaversa mana bizga o'xshagan san'at xodimlari, opshpit xodimlari bordir. Benzin purushlar bordir. Hammamiz bormiz. Shuning uchun yaralash qilib olaveramiz endi. Bu askiya 2 kishi gaplashgandek gap, men gapirganda iltimos shu gap qo'shmasdan faqat iltimos. Masalan, bir suhbatdoshingizga gapirsangiz, u boshqa odamga gapirib turgan bo'lsa, obro' asfalda. O'shaning uchun iltimos 1 minutga quloq berib tursalaringiz, mana shu yerga o'tirgan, mana shu yerga kelib mehmon bo'lib turgan shifokor vrachlar uchun qalbimdan chiqarib yaqinda yangi o'rgangan bir jiddiy,
Bir Rustamjon hadeb askiya aytaverar ekanda, jiddiy narsa aytmas ekanda degan o'rtoqlar ham bo'lib qoldi. Shuning uchun bir shifokorlar to'g'risida bir jiddiy narsa aytib bermoqchiman. So'zi Erkin Vohidovniki. Al-Qissakim juda qadim jaholatlik zamonda bir donishmand ulug' hakim o'tgan ekan jahonda. U kun bo'yi giyoh terib, kezib, tog'u biyobon odamlarga shifo berib yashar ekan shodimon. Unga ming bir mushkul dardning ayon bo'lib davosi odamlarni bora-bora ortaverdi ixlosi. Tabobatga qalban, ruhan fido qilib o'zini, hatto bir kun nashtar bilan ochdi ko'rning ko'zini. Rivoj topmish sohib hikmat, donish mehnat madadkor, ammo qayda bo'lsa shuhrat, yon boshida hasad bor. Duoxonlar, parixonlar, o'quvchilar chilyosin, xullas yurtda bor nodonlar boshladilar ig'vosin. Tinmay kechayu kunduzi topib nabi so'zidan dedilar dard bergan o'zi, davosi ham o'zidan. Bandasiga bermak doru yaratganga isyondir. Demak hakim ishi makru, o'zi esa shaytondir. Bu so'zlarni chin deb bildi nodon, johil olamon. Donishmandni sazo qildi, kaltakladi beomon. Cho'q temirda ko'ksin dog'lab, dorga osmoq bo'ldilar. So'ng bo'yniga harsang boylab, suvga bosmoq bo'ldilar. Keyin suvni, harsangni ham hayf bildilar shaytonga. Yoqing deding bosh hakam, olib chiqib maydonga. Keng maydonga ko'mib ustun bog'ladilar hakimni. So'ng temirni o'tga qo'yib dog'ladilar hakimni. Buyurdilar yoqing shitob, Azozilning oshlasin, kerak bo'lsa kimga savob, ko'p keltirib tashlasin. Savob uchun birov o'tin, birov tashlar dona xaz, hakim boshin mag'rur tutib, johil elga qaramas. Bir payt Gulxan sari bir chol asta kela boshladi, quchog'ida bir bog' pohol g'aram uzra tashladi, dedi. Asli tug'ilganda basir edim men o'zim. Sen joduning tig'i bilan ochib qo'yding ko'r ko'zim. Tangri bilib yaratgan ko'r, davo qilding ne uchun? So'roqda men manglayi sho'r nima deyman mashhar kun. Haq yo'ldan ozgan odam ko'zim ochib ne berding? Meni bir yo'l u dunyo ham bu dunyodan ayirding. Ko'rligimda bu olamni tasavvurda ko'rardim. Dunyodagi bor odamni mushfiq bilib yurardim. Shafqat ila kimnoni kim chaqa tashlab ketardi. Men ham shunga ko'ngan edim, shu ham menga yetardi. Qornim to'ysa saodatim yo'q tuman xil tilaklar, ham suhbatim, ham ulfatim jajji shirin go'daklar. O'ylar edim dunyoda bor musaffolik, soddalik, ko'zim ochib ilk bor ko'rdim berahimlik, soxtalik, o'g'rilik va fahshni ko'rib jim yurarkan odamlar, o'z do'stiga kulib turib tig'urarkan odamlar. Bir yonga boq ayshi ishrat, bir yonga boq oxuvoq. Bu kun mening ko'nglimda g'ash, iymonimda ishtiboq. Derdim yurtni bir bor ko'rsam ko'rdim. Ko'rdim ko'nglim to'q endi. Yo'lda yotgan ko'rchalik ham e'tiborim yo'q endi. Ado bo'ldim, to'yib ketdim, ado bo'lsam mayliga, yo qaytadan o'sha basir gado bo'lsam mayliga, ko'r bo'lsam ham mayliga. Bu so'zlarni eshitdi-yu faryod qildi donishmand. Yoqing deya so'radi u olov bo'lsin sarbaland. To'yib ketdim bu dunyodan, hech toqatim qolmadi. Mendan shifo oldi odam, olam shifo olmadi. Xurofatning zahri tekkan nodon johil gumrohlar, davosiga ojiz ekan men kashf etgan giyohlar. Ko'r ko'zlarga nur baxsh etdi men yaratgan giyohlar. Qalblar ko'zini ochmoqqa kamlik qildi hunarim. Odamlarga men yaxshilik qilmoq bo'ldim netayin. Manglayda shu bitik ekan, yoqing kuyib ketayin. O't qo'ydilar. Yondi Gulxan, qaro bo'ldi samovat, jaholatning hukmi bilan qurbon bo'ldi buyuk zot. Gulxan yondi ko'kka o'ralib, cho'g'i xaryon sochildi. Shu olovdan elning ajab aql ko'zi ochildi. Yig'ladilar aza tutib, o'kindilar, kuydilar. Yillar o'tib donishmandga oltin haykal qo'ydilar.
Eyvoh, olim ko'zi bilan ko'rsaydi bu hurmatni, ammo hakim o'zi bilan olib ketdi hikmatni. Qo'yay ko'nglim, sen bu zamon dahshatni kam o'ylagin, senga nasib bo'lgan davron sozin olib kuylagin, shukronalik mayin ichib yayrab qolgin bir nafas, bu olamdan bir kun kechib ketguvchi bir biz emas. Qo'yay ko'nglim, kel muhabbat, she'r zavqiga qonaylik, unda yonish bo'lsa faqat she'r o'tida yonaylik, faqat bizga g'amu qadar qayg'u, hasrat yot bo'lsin. To biz uchun jon berganlar ruhi mangu shod bo'lsin. Muhtaram do'stlar, biz artist xalqi, aktyor xalqi ayniqsa kuzatuvchan bo'lamiz. To'ylarga boramiz, konsertlarga boramiz, savxoz, kolxozlarda bo'lamiz, bozorlarda bo'lamiz, univermag, qassobxonada bo'lamiz, benzin purushlarda bo'lamiz. Hamma joyda hamma narsalarni kuzatib yurib, kulgili voqealarni olib, xalqqa bo'rtiribroq aytib berishga harakat qilamiz. Yaqinda bir joyga, bir to'yga borsak, eshikning tagida 5-6 ta odam to'yni qarindosh urug'lari bo'lsa kerak, qo'lni qovushtirib olishib, mana shunday qilib, choponlarni kiyib olib, keldi-ketdiga qarab turishibdi, orqani divalga tirab olishgan. Kelinglar, kelinglar. Ey, kelinglar, qani ichkariga marhamat. Ey, kelinglar. Nima? Kim kelyapti? Traktorchilar g'o'zapayani ustiga joyini qilib beraveringlar. Kelinglar. Hop, ha rahmat. Benzin purushlar, ichkariroq qolinglar. Sal ichkariroq qolinglar. Kelinglar. Keling. Mamarayam aka, postga tushgan burgadek qa ketib qoldingiz. Voy, kepsilarda, juda yaxshi kepsilar. Ha, rahmat. Qani ichkariga. Kim kelyapti? Rahbarlar. Voy, ichkari uyni bo'shat. Qani marhamat. Hop, qani. Endi tabaqasiga ajratib kirgizib turishibdi. O'zbekchilik bag'idan qochib bo'lmaydi. Endi o'sha yerda qo'l qovushtirib turganlarning bittasini o'g'li bo'lsa kerak, juda erka bola ekan deng. Voy, yo 4,5 yashar, yo 5 yashar. Shu 88 ta Jiguli kelgan, qator chizib qo'yishibdi. Texnika zamoni bir narsa deb bo'lmaydi. Mashinadan mashinaga sakraydi, kapotdan kapotga sakraydi. Dadasi g'iring demaydi. Aytadiki, "Ha, bizning o'g'limizda bu. Voy, omon bo'lsin, bu uchib tepar, bu chingachguk bu." Omon bugurdi qarang, uchib tepishini qarang. "Ey o'g'lim, damini chiqarib o'tirmang, teshib qo'ya qoling." Omon bugur, qo'liga birammakka motorni ichida haligi mexanizmlarini tortib oladi, qanaqa qilib tortib oladi bilmayman. Voy, omon bugur. Bir chabdas yigit o'ldi-da deb maqtab turibdi. Haligi bola erkalab, rahmat asal. Juda erkalab cho'ntagida bir chalavuzar pichoq bor ekan, pichoqni chiqarib bitta mashinaning kapotining ustiga chizdi. Bag'idan chizdi. O'rtasidan beldamcha qilib bir harf yozuvdi. Qarasan dadasi bemalol, "Ha, o'g'lim, tinnavering." Omon o'zimiz o'g'limiz yozuvchi chiqadi shekilli-da. Omon bugur bu yaxshi. Dadasi bir vaqt hushyor tortib, "Ye, nima qilyapti bu?" Qo'ldan pichoqni olib qulog'ini tagiga tars qo'yib yubordi. Men aytdim, "Ey Alloh, dadasi endi bilib qoldi shekilli, buni cho'g'li qilyapgan" desam, bir odam o'rtaga chiqib, "Jon dadasi, qo'ying, urmang, ikkinchi qilmaydi. Bola, hep ikkinchi qilmaydi. Yaramas. Yap yangi pichoqni rasvo qildi, voy." Jidiya. Qarang, voy. Odamni qarang. Endi uni qo'ying-ku, bir akaxonimiz Jiguli mashinasini orqa zadni xod bilan garajga olib kiryapti tursa, mana bunaqa kanal, mana shu yerda kanal oqar ekan, katta Farg'ona kanali. Biz tomonda ham bir kanal oqadi, shu kanaldan bir 4,5 yashar bola bir kirib bir chiqib oqib kelyapti. Ko'rib qolib, mashina ham qolib kanalga ustuvash bilan tashab, haligini olib chiqib oyog'ini osmondan qilib suvini to'kib, haligi infeksion haligi nima deydi, preslarni kachat qilib, haligi nimalardan qilib yordamlarni ko'rsatib, uyga olib kirib pechkani oldida quritib, dazmollab, bay o'g'lim, yaxshi ham men bor ekanman, bo'lmasa metib ketuvding, mana yaxshi ham men bor ekanman, qara, mana quritib dazmollab qo'ydim desa, Ali bola aytadiki, "O, men sizni ham Xudoyim quritsin, ilohim." Kim o'g'lisan, xo'rat? Mamarayim tajangdi o'g'lim. Mamarayim tajangdi, ha. O, narigi mahalladagi Mamarayim tajangdi o'g'limisan, ha. 3 mahalla o'tib borib, uyiga kirgizib borib, savobli ish qilgandan xursand bo'lib, o'zini uyiga kelib, bir piyola ko'k choyni yo ichibdi, yo ichmabdi. Darvoza rapatang etib ochilib, o'g'lini qo'lidan yetaklab Mamarayim tajang kirib kelibdi. "Mani o'g'limni qutqarib olgansanmi?" debdi.
bo'yatibdiki, ha endi minnatdorchilik bildirgani kelgan bo'lsa kerak, bironta chopon berib yuborgan bo'lsa, xotini hozir kiygizib yuborarmikin, kerak ham yo'q edi. Ha, aka endi shunaqa qildik. Qiziqmisiz? Men o'ldimda, boshqa odam bo'lganda ham shunaqa qilardi. Qiziqmisiz? Nima qilamiz biz? Olib chiqdim, quritdim, dazmollab olib borib qo'ydim. Qiziqmisiz? Ya, hojati yo'q. Qiziqmisiz? Ya, hojati yo'q. Nima hojati yo'q? Buni do'ppisi qari. Odamni qarang. Do'ppisini so'rab kelgan ekan. Endi bir narsa deb bo'lmaydi-yu, lekin gap o'rnida ketsa bo'laveradi degan gap bor. Shuning uchun balkim ekkaningni o'rasan deydi biz o'zbekdan. Ekkaningni o'rasan deydi. Rahmat kenayam. Men endi bir yangi narsa qilganmiz. Biz o'zbekda bir gap borki, ulug' rus yozuvchisi Gogol aytmoqchi, eskilik salqitlari bilan kulib xayrlashamiz deydi. Qarangki, juda qiziqda. Bundan 1-2-3 yil oldin ichkilikka unchalik e'tibor yo'q edi. Mana keyingi paytda jamiyatimizda ichkilikka qarshi, alkogolizmga qarshi juda qattiq urush ochganmiz. Bundan xotinlarimiz xursand bo'lyapti. Chunki yaxshida erlari o'z paytda uyiga kelyapti. Qolib ketmayapti bir joylarda, tutlarda tagida, mahallada osh pishirilgan doshqozonlarda ichida qolib ketmayapti. Har holda uyiga kelyapti. Endi deng, mayli-yu. Mana bu to'polonda nima desa bo'ladiki, qaysi kasbda ishlagan o'rtoqlar bundan 1-2 yil oldin rasa ichgan bo'lsa, ertasi kuni bir-biriga nima deb gapirishardi? Quruvchilar, streytiller. Voy, kecha yomonamiz va bay. Prorabda o'g'li armiyaga ketayotgan ekan, bir ham erib ketibdimi, beton bo'lib qolibmiz hammamiz. Lampochkam yonib, bundoq ko'zimni ochib qarasam, prorabda o'zi oyog'imni tegdi, g'ish yotibdi. Streytilda bular. Endi texnik xodimlar, mana bu shofyorlar, hammalari bular nima deyshadi? Kecha avtobusni garajga qo'ygandan keyin Mamarim bilan yomonmiz. Babamda oynaga qarasam, aptimiz ham dazmollaydigan bo'lib ketibdi. Ikkalamiz ham mantrov ko'p qolibmiz deyshadi. Mantrovga qarang endi. Suvchilarimiz, mana bu g'o'zada suv quyadigan suvchilarimiz, polivotchik deyiladi bularda. Kecha kuni 15 gektarlikqa maktab bolalaridan bittasini qo'shib bergan ekan. Haligi bolani magazin bilan biz o'rtamizda yugurtiraveramiz, Abduvaqos ikkovimiz baqa bo'lib ketibmiz, desa, benzin purishlar aytishar ekanki, varang ko'p qolibmiz. Ovchilar bor, bitta o'qidan 10 to'qi teksa tegadi, 10 to'qidan bittasi. Ammo ovchi xalqidan yolg'onchi lopchi xalq bo'lmaydi. Mana shunday baliq tutsa, qancha baliq tutdiysa, mana shunday deydi. Hech iloji yo'q. Bir kichkina bir quyon otib kelgan bo'lsa, nima otib keldi desa, 4 ta bo'ri otib keldi, men terisini shilib qo'ydik ham deyaveradi bunaqa. Endi bir ovchilar er-xotin bo'lishi, bir uyda o'tirishgan ekan, bitta ovchi, "Voy, yaqinda bir bo'ri otdim, dumi naq 3 qulach keladi" degan ekan, xotini sekin chimchilab qo'ysa, "Har holda 2 qulach bor-da" debdi. Sa xotini sal farosatli xotin ekan, yana bir chimchilagan ekan, "Naq 1 qulach bor" debdi. Desa xotini yana bir chimchilagan ekan, "Nima xotin, uni dumi yo'qmi?" demiş. Bu ovchilarimiz aytar ekanki, "Itib ketibmiz" deyshar ekan. Cho'ponlarimiz tayoq bo'lib qolibmiz deyshar ekan. Paxsakashlarimiz deval bo'lib qolibmiz deyshadi. Opshpit xodimlari lag'man bo'lib qolibmiz deyshadi. Endi mana bu usiltillarda o'rnatadigan Muhammadjonga o'xshagan texnik xodimlar stoyka bo'lib qolibmiz deyshadi. Iskandar, mana bir qator bizga o'xshagan san'at xodimlari g'ijja bo'lib qolibdi. O'rtoqlar, ozgina men dam olaman. Mana Iskandarjon qo'ldan kelgancha yana bir suvoralardan aytib, balkim bizni xursand qilar. Dildan chiqarilgan gapni hamma eshitadi. U endi bundan keyin Zuka Zapistiyondan o'tsangiz, o'sha piyozni tagingizga qo'yib oling. Piyozni ustida o'tiravering. Rahmat bizni sha'nimizga aytilgan yaxshi so'zlar uchun. Mana shu akamni g'oyat shinavandaligini hisobga olgan holda men ham qalbimni to'ridan chiqarib bitta askiya qilib bermoqchiman. O'rtoqlar, bizni o'zbek xalqini azaldan sodda, men
sodda xalq deb tushunamiz. Soddamiz haqiqatan ham o'zbek xalqi, o'zbekchilik, bag'i o'zbekchilik. Haligi devorli shuvab andava bilan shuvamoqchi bo'lib, bundoq qilsa tekishmagan ekan, andavani otvorib qo'li bilan shuvab o'zbekchilik bag'i deganda. O'shaning uchun qarangki, bir yigit armiyaga borib, bundan 5-6 yil oldin armiyadan qaytib kelgan yigitlar go'yo o'zbekchani esidan chiqarib qo'ygan-ku. Kela solib o'zbekcha gapirmasdan o'rcha gapira boshlaydi. Hamma hayron, hamma lol, otasi ham, enasi ham, voy tavba. Bolam sho'rlikkina o'zbekchani esidan chiqarib qo'yibdi. Da, ya забыл совсем вот. Yig'ishtiraydi kurpacha, ya не могу сидеть kurpachada ya. Stul принесите мне. Voy tavba. Bolam o'zbekchani esidan chiqarib qo'ydingmi? Da, mamuli, ya забыл, совсем забыл. Вот понимаю, но говорить не могу. Вот так. Bolam, sen armiyadasan, mana bog'dagi Hakimjon buvang ham o'tib ketdi. No пускай, чё, не трогает нам это. Mana bog'dagi Hajar xolang ham o'tib ketdi. Пускай, не трогает. Nima qilaylik biz ham bolam? Не трогает deb o'tiribmiz biz ham mana endi. Endi u desa o'rcha gapirarmish, bu desa o'rcha gapirarmish. Bo'lgan bunaqa paytlar, hamma joyda ham bo'lgan, bilasizlar. Dadasini achchig'i chiqib, "Ey bola, o'zbekcha gapir. 5 yil qon kechib ham men o'zimni tilimni yo'qotmaganman, o'zbekcha gapirsin." No, papa, ya забыл, понимаешь, я забыл. Вот я забыл. Mana 15 ta tovuq yuribdim. Ichida bitta olachipari bor. O'rchaga o'sha olachipar tovuqni nima deydi? Aytib berman, senga tan beraman. Nima deydi? Desa, "No, papula, это olachipar." Sen shoshmay tur. Endi yigit yangi armiyadan kelgan-u. Shundoq ko'cha eshigida bir zakan bor ekan, zakanga ko'prik o'rnatishyapgan ekan-u, shu ko'prikning ustiga 20 metrli terakdan ikkitasini tashlash kerak ekan. Mahallaning odamlari ko'tarolmay, albatta o'zbekchani esidan chiqarib qo'ygan soldat bor, chaqiringlar, yordam beradi degan ekan, chiqib kelib, "Что такое? Что случилось? Помоги нам вот, пожалуйста, вот перекинь вот." "Пожалуйста, что это?" deb 5-6 tasi terakni yo'g'on tomonini ko'tarib turib soldatni yelkasiga qo'yib o'zlari qochib boribdi. "Ey, что вы делаете? Berite voy! Berite voy!" Ya biz o'rchani tushunmaymiz deb turishaveribdi. Gapiraversan, biz tushunmaymiz. "Berite voy! Olib berdi chiqarib oladi, axir qanaqa odamsanlar dedim. Ha, gapirmaysan, gapirmaysan. Yerga qoqib yuboradi biz xalqimiz gapirmaydi. Endi uni ham qo'yinga yana bir qiziq voqea, o'sha bola 3 oy bo'lganiga, xizmat qilayotganiga 3 oy bo'lgan paytida dadasiga xat yozgan paytda, maladoy payti endi. Karantindan endi rotaga o'tgan payti. Voy. O'rgilib ketdi. Eng dahshatli paytlar bo'ladi. Voy. O'sha paytda xat yozibdi. "Dada" deb xat yozgan ekan, dadasi unga xat yozibdi. "O'g'lim, xizmatni qilavering. Komandirlaringizning gapidan chiqmang, jon o'g'lim. Yangi 07 Jiguli olib kelib qo'ydim, shokolad rangda. Balonini juni o'tirgan odamni tagini qitiqlaydi. Kelishingiz bilan minib olasiz, jon o'g'lim, xizmatni qilavering. Xolangiz eng oldi qishloqda qizini qidiryapti. Sizga xotin qilib olib beraman. Kelishingizdan uylab qo'yaman o'g'lim, bag'i zo'r. Xizmatni qilavering." Xat kelibdi o'g'il boladan. "Dada, kerak emas 07. Xolamga ham ayting, xotin qidirmasin. Musulmonchilikka to'g'ri kelmasa ham bitta cho'chqa olib boqing. Peshonasiga detni yozib qo'ying. Borib so'yib yuboraman." Yana o'zimizni sodda o'zbekchiligimizga qaytamiz. Elga navbat, sherga navbat degandek, yana ozgina sizlarni chalg'itish uchun o'zimizga navbat. Iskandarjon mana juda chiroyli, ajoyib qo'shiqlarni ijro etyapti. Ergashev akam juda chiroyli bo'lib mana Shukrullo, Rustamjonlar ozgina kechikishyapti. Ular ham hozir kelib qolishsa, balkim bazmimizni ikkinchi qismini boshlab yuboramiz. Ungacha o'rtoqlar, men sizlarga bir narsa aytib beraman. 1900
86-yil Rustamjon hamda Umidaxonlarni baxt kechasi Shukrullo do'stimizni ikkita o'g'lini chikanka to'yi shunday ajoyib daqiqada O'zbekiston bo'yicha doimiy ichuvchi alkash va chalkashlar og'ir judolikka uchradik. Toshkent aroq zavodidan oblastimiz magazinlariga sotish uchun chiqarilgan Araqvoy vodka Moskva rayonining markaziy ko'chasida rezki pavarot natijasida bortdan uchib ketib, balonni tagida juvonimaglarcha halok bo'ldi. Rahmalli Araq vodka navqiron 40 yoshida oramizdan ketdi. U 40 yillik qisqa umri davomida tunukadan salla bog'lab, qog'ozdan belvoq bog'lab, doimiy ichuvchi alkogollarga sidqi dildan xizmat qildi. U mana shunday to'ylarimizni rosa qizdirardi. To'ylarimizni qizdirib, bir chekkasidan o'tini ham chiqaraverardi. Balnitsalarimizni doimiy cho'loqlar bilan ta'minlab turardi. Rahmat o'sha kishiga juda ko'p opalarimizni alimentli qilib ketdi. Rahmatli Araq vodka favqulodda oramizdan ketdi. U kishini eng yaqin oila a'zolariga xotinlari vinoxona Portvinevaga, qizlari Shashmaxon Suxoyxoyevaga, Rossiya yetim qarindoshlari Samagon Barmatuxinga, katta xolasi Rohatoypa Shampanovalarga chuqur ta'ziya bildiramiz. Shu munosabat bilan alkogollar tashkiloti qaror qildi, paragraf nomer 1 Araq vodka 2.15 tiyinlik qora sumkadan tobut yasalsin. Uning ichiga 8 kabob ko'katlardan tuzlangan bodring, koreyskiy chimchilardan kapan bitilsin. Araq vodka ibn qabrining ustiga zahar solib turgan ilonni aksi tushirilgan haykal o'rnatilsin va uni ichmaydigan odamlarni ziyorat qilishiga vobshim yo'l qo'yilmasin. Alkogollar tashkilotining raisi Sotvoldiyev Ichvordi Qusvordiyevich. Aroq bilan zakuska Qizil o'ngashdan o'tib, yo'g'on 3 oyda oshqozonga ketyapti, uchrashib qolishibdi. Aroq shingillab olib ketib ekan, orqasidan zakuska yetib kelibdi-yu, to'ta men o'tib ketay debdi. Nima? Qa o'tasan? Men o'tib ketishim kerak. Men qara, kimsan sen? Men zakuskaman, qoch, men o'tib ketishim kerak. Men aroqman. Narxim ham qimmat, men o'taman, men birinchi kirganman. Kimsan sen o'zing? Qoch, men o'tib ketishim kerak. Ikkalasi yo'l talashib, jab bir vaqt konditsiyaga kelib qolganda aroq aytarmishki, mushishasanmi? Yo tashlashasanmi? Tashlashaman debdi. Yo'l tashqariga chiqamiz demay. Endi o'rtoqlar, bu 40 gradus burchak ostida har xil voqealar bo'lib turadi. Yaqinda bittasi devorni ushlab ketayotgan emish. Devor olmasa ketadi. Devorni ushlab yo'lni so'q ketsa, bir joyda bittasi yotib olib turolmay yotgan emish. Eshak. Shunaqa ham ichasanmi, eshak? Turolmay qolsalar, Kuvachaga siqalisa, o'lsa, eshak. Desa u aytarmishki, devor tugasi sari ham ko'ramiz. Endi deng, yaqinda mana bu mokri sneg yog'ib turibdi bizning shahrimizda. Bitta qo'shnimiz ichib g'ijja bo'lib kelibdi uyga. Ikkita etikni har birida 3 kilodan 6 kilo loy bor. Paltoni birinchi tuymasi 4-teshikka qadab qo'yilgan. O'zini uyiga kirib 4000 so'mlik gilamni ustida agar trezor bo'lsa 2000 yilda ham chiqmaydi o'sha gilamning ustiga. O'sha loy eti bilan chiqib olib, tikka turgan joyida uxlayapti. Xaladilnik ishga tushib ketdi. Dir. Da o'ziga kelib xaladillikni oldiga borib, xaladillikni eshigini shart ochib, iltimos shaharga ketib olaylik.
Qarasa xaladilnikda mana shunday bir kalbasa turgan ekan. Kalbasani ko'rib qolib, bu biyasavoz bu. Bu so'z boshqa so'z o'xshayapti. Deb tursa yana xaladilnik dir chayqalib borib eshigini ochib, iltimos shahargacha ketib boraylik. Bir butilka qatiq turganimiz. Qatiqni ko'rib qolib, bu malakavoz bu. Xotini chiqib, "Voy xo'jayin, o'yilib ketgan xo'jayin, jonimdan o'tkazib yubordingiz. 3 soat bo'ldi kelganingizga, na yotasiz, na o'tirasiz. To'yxonadan xoda yutib keldingizmi bilmayman. Issiq joylarni qilib qo'yibman, kirib yoting. Nima alaqsiraverasiz? O'zingiz uyingizdasiz. Voy xo'jayin, 3-4 tarsaki betiga urgan ekan, o'ziga kelib ko'zini ochsa, ro'parasida xotini turibdi. Xotinning qulog'ini tagiga tars qo'yib yuborib, yarim kechada astrologada nima qo'yarsiz? Qarang-a voy. Rahmat. Ovora bo'lmaylar bunaqa tez. Yana mana juda ajoyib. Ya rahmat. Divalam ichiga yiqilgan, yaxshi. Ha. Qo'shning olma yeksa divalikni pastroq urar ekansan-da. O'rtoqlar, men gapiraversam sizlar zeriktirib qo'ymayapmanmi? Hozir kelinimiz bilan kuyovimiz ham kelib qolishadi. Men ungacha mana shu Iskandarjonni qiynavardilar juda. Shuning uchun Iskandarjon tushganda men dam olib, men tushganda bu kishi dam olib turishimiz kerak. Kelib qolishdi-yu. Ha. Yana Iskandarjondan bir chiroyli qo'shiq eshitmaymizmi? Badanni jizillatadigan bir. Ungacha ular ham kelib qolsa, mana undan keyin o'zimiz boshlab olamiz. Bu yoqini men sizlarda ozgina diqqat qilib qo'yishim mumkin. Ha. Qani Iskandar, bir iltimos bor. Singlimiz Umidaxonga qo'shilib qator dugonalari kelgan. Qishloq o'zimizniki, bir kunga ho'kiz o'lmaydi, kunga egasi bermaydi. Shu singlimiz tomonidan kelgan singillarga bir qator joy bersakda, qolgani gap bo'lsa to'yimiz ertaga ham bizniki bo'laveradi. Nima deysizlar? Kelinglar do'stlar, mana shu singil tomonidan kelgan qizlarga bir joy berib, chiroyli qilib joylashaylik. Qani ana bu ikkita asalni ham chiqarib yuboring. Bolalarim, yosh bolalar eski paytda 1 minutga quloq berib tursalaringiz bo'ldi. Bir rivoyat borki, bir yigit uylanibdi-yu, bir kunlik kelinchak uyalib, iymanib boshqa xonadan hovlini supurib yursa, kuyov bilan kelin yashaydigan uyni ustuniga bir oq ilon tirmashib turgan ekan. Kelin qo'rqib ketib, qo'ldagi supurgi bilan bir uribdi. Ilon tilga kirib aytibdiki, "Ey kelin, men mana shu xonadonga tirmashgan baxt edim. Sen meni urding. Endi men bu xonadondan arazladim" deb o'zidan qanot chiqarib uchib ketib qopti. Kuyov kelsa kelin xafa. Nima gap? Xonadonimizga baxt ilon bo'lib tirmashib qolgan ekan, men bilmasdan urib qo'yimman, ketib qoldi arazlab desa, kuyov aytgan ekanki, "Sen g'alati ekansan u xotin. Agar ikkalamiz ahil, totuv bo'lsak, mana bu yerda bo'layotgan achchiq-chuchuk gaplarni inaynikka toshimasang, har xil gaplar bo'ladi. Bu ilojisi yo'q. Mana bu ikkalamizni o'rtamizda uyda ichida bo'layotgan ba'zi bir gaplarni men onamga yoki dadamga chiqib, keliniz unaqa ekan, keliniz bunaqa ekan deb mijg'ovlanmasam, sredni rodga o'xshab. Baxt qa ketardi debdi. Kelin shu so'zdan taskin topibdi, ertasi kuni hovlini supurib yursa, ilon o'sha joyga undan ham qattiq tirmashib turgan emish. Kecha ketib qoluvding, bugun nima kelding deganda ilon aytgan ekanki, ering aqlli yigit ekan. Agar ikkalang shunaqangi totuv aql bo'lsang, men hech qayerga ketmayman degan ekan. Bu gapda qanchalik jon bor yo'q bilmayman-u, hammasi o'zlariga bog'liq. Mana ikkalasi boshini xam qilib, hammamiz oldimizda dugonalari, do'sti bilan turishibdi. Shu 2 yoshga baxt, saodat yor bo'lsin. Shu 2 yosh qo'sha qarisin. 1 yildan keyin qo'chqordek o'g'il qizlarda bersin. To'ylarini qilsin. O'sha paytgacha bironta odam qotarimizdan xato bo'lmasdan, hassa tayanmasdan, ko'zoynak taqmasdan ana shu to'ylarda ham qatnashaylik, o'g'il to'ylarida ham. Shu niyatga qo'shilganlar shu 2 yosh qo'sha qarisin. Ergashoy tog'a, kelinlar muborak bo'lsin. Yoki Umidaxonni dadalariga o'g'illar muborak bo'lsin deb bitta chapay cholgan odamni qo'li ikki dunyoda dard ko'rmasin degan talab bor.
O'tiringlar chiqani endi. O'tiringlar. Demak, biz Rustamjon. Rustamjon. Endi sen bo'ydoqmas. Eshit jigarim. Yoningda go'zal yor uylanmoqdasan. Bu oqshom katta to'y, tantana bilan bo'ydoqlar safidan haydalmoqdasan. Bo'ydoqlar safini buzding jigarim. Ularning qalbida havas va alam. Ne uchun bo'ydoqqa qilmasin alam? Chunki saflaridan ketding jigarim. Davramiz shohsan, yoningda kelin har zamon gap otib qo'yasan zimdan. Bu oqshom hayotda bir marta bo'lur, umrbod bu kunni eslab yurarsan. Uylanish nimadir? Uylanish nimadir? Sen mendan so'ra. Sevib uylanganni bittasi o'zim. Bir olam va'dalar bergan xotinga hozir jigarginam o'tmaydi so'zim. Yuklasang 40 filga yuk bo'lar ekan bu xotin zotining nag'malarini. Turli noz, ishvayu, karashma bilan sehrlab qo'yar ekan erkak zotini. Bilib qo'y jigarginam. Qizlar aslida erga tegmaguncha yaxshi bo'lar ekan. Nikohdan o'tdingmi tamom va salom, o'zingni o'nglolmay sho'r peshonangda bitta tergovchi paydo bo'lar ekan. O kichik ro'zg'orning kamchiliklari. Tebratish yo'lini izlab qolarsan. Agar ishxonangda leva bo'lmasa o'zingni yog'liroq joyga urarsan. Sen bo'ydoq emassan, jonim jigarim. Yoningda go'zal yor husnda tanho, bo'ydoqlar safidan ketding jigarim. Ularni safiga qaytmagin aslo. Endi jigarginam qizlarni zabuj. Qalbingni bag'ishla sevgan yoringga. Sen bo'ydoq emassan, jonim jigarim. Quloq sol do'stlaring Hamid, Rahmonga. Yoningda o'tirgan go'zal singilning zakonni erisan. Qo'rqma jigarim. Hurmatli do'stlar, bu gap qanchalik yengil yo og'ir botadi bilmayman. Yaqinda 400 ta erkakni bir joyga to'plashibdim. Bittasi balandlikka chiqib, "Ey, 400 ta erkak, o'g'il bolalar, ota o'g'illar, vallomatlar, xotiningdan qo'rqadiganing 10 tomonga o't. Qo'rqmaydiganing 10ningda qol" debdim. 399 ta erkak xotindan qo'rqadigan tomonga bittasi qopti. U ham ketma sopir orqasida ko'rinmaydi, qiltirab turganim mushobada. Uyat 399 kishi, uyat. Usiz bitta odam xotindan qo'rqmaydimi? Bitta ya. Uyat, bu yoqqa chiqing aka, tepalikka chiqing siz. Balandga chiqingsa, gapiravering, nima gap bo'lsa, mana shu yerda gaplashaveramiz, hech qanaqa qimirlamayman. Bu yoqqa chiqing, o'g'il bola. Bu yoqqa chiqing, xo'ras. Xotiningizdan qanaqa qo'rqmaydigan bo'lgansiz gapirib berasiz. Bu yoqqa chiqing, o'g'il bola, erta siz uvolsiz, tepaga chiqing. Hech qanaqa qimirlamayman, mana shu yerda gaplashaman, qimirlatmayman axir. Bu yoqqa chiqing, xo'ras. Bu yoqqa chiqing, mixlab qo'yganmiz sizni u yerga. Xotin mana shu yerdan qimirlamaysan deganda ya. Endi bu bor gap. Xotindan qo'rqan emas. Ular ham odam. Ular bizga nisbatan ancha mukammal odam. Shularni hurmat qilsak, doimo ishimiz yaxshi ketaveradi. Shirin xayol chulg'anib qolar. Oroming ham butkul yo'qalar. Katta hovling huvillab qolar. Uyda agar xotin bo'lmasa. Labingdagi nimkulgu qani, ichgan suving bosmas tashnani, kutolmaysan mehmon oshnani. Uyda agar xotin bo'lmasa, o'g'il qizing birga bo'lsa ham
ona o'rnin bosolmas birdam qovog'ingdan qor yog'ar oshnam. Uyda agar xotin bo'lmasa, goho ortga oqib qolar soy, piyolangda sovib qolar choy, yo'qotganday bo'lasan chiroy. Uyda agar xotin bo'lmasa, uyning ko'rki baraka quti, har yurakning mash'ali o'ti. Uyda doim ayollar bo'lsin, uyda mangu kelinlar bo'lsin, uyda doim xotinimiz bo'lsin. Ay, xotin bo'lmasa naskini ham to'p kiyib chiqib bo'lmaydi uyda. Uyga kelib boq, oldingizga yugurib chiqqan o'g'lingizdan yo qizingizdan nima so'raysiz? Onang qani? Onang uydanmi? Ishingiz bormi? Yo'qmi? Onang bormi? Yo'q, bo'pti, biz 5 minutdan keyin kelamiz. Kirgiz ham kelmaydi uyga. Shuning uchun mana shu Rustamjon doimo uyiga shoshilsin. Doimo ishdan chiqib uyga shoshilsin. Shu sharoitni Umidaxonam yaratib bersin. Hech qatta Umidaxon bilan birga bo'lganchalik atmosferani ko'rmasin. Muncha shirin bo'lib ketibsiz, ey. Ikki betingiz qip-qizil xumdonda pishgan ko'zadek. Voy, shunaqa bo'lib kelar ekansiz odamga o'xshab. Yaxshi gaplar bilan qani ichkariga kiring. Bitta yonboshiga bolish qo'ysangiz, pashol, ishi yo'q. Kuchigingizni ham pashol demaydi, mishig'ingizni pisht demaydi. Endi bundoq chiqsangiz qiyshayib turibdi. Oyda yilda bir, endi men aytayapman, oyda yilda bir qiyshayib turibdi. Siz chiqib bu qanaqa turish, suvga tushgan mushukka o'xshab, yina yutgan itdek. Ne ish baqirishdingiz? Zakskasiga nima yegansizlar? Boring ichgan joyingizga desangiz, o'zi tayyor. O'zi ozgina gut yetishmay turgan narsa lap etib yonadi. Qarabsizki, bag'i lotki yankida. Men o'ylaymanki, ikkalasi ham farosatli, juda chiroyli turmush quradi. 150 kilogramm karam bitta tuxumni kaloriyasini berar ekan. Qarang, statistika. Bir marta kulgan odam 10 ta tuxumni kaloriyasiga ega bo'lar ekan. Qarang. Shaharga yoki Andijon yoki Namangan oblastiga 50 ta vagonni orqama-orqa ulab medikamentlar ortilgan sostav kirib kelmasin ekan, u yirtiqroq ustuvashda o'sa ham bitta qiziqchi kirib kelgani 1000 marta yaxshi ekan. Qarang. Bir qop kartishkani qovurib yesangiz qorinni to'ydiradi, kraxmal sifatida ishlatilsa faqat yoqani tikka turg'izar ekan. Qarang. Endi bu aslida insonni juz'iy kamchiligidan kulib bo'lmaydi-yu, qulog'i og'irroq odamlar o'ladi. Ularga kecha kuni uyingizga borsam ko'rinmadingiz demasangiz eshitmaydi. Qattiq gapirsangiz sekinroq gapir, qulog'im karmas deydi. Bir sal garangroq akamiz qo'shnisi traktorda bir yog'och to'kib ketgan ekan, uyining oldiga olib kirib ketmagan ekan. Bu qo'shni chiqib, garangroq qo'shnisi yog'ochni ustida o'tirsa, qo'shnisi kelib, "Qalay qo'shni? Yog'ochlarni zab zo'rini olib kelmanmi? Bularni topishga qiyin bo'ldi, ozgina shapkasi ham bo'ldi, arang oldim-da." desa, shart yog'ochni ustidan chiqib uyiga kirib aytarmishki, haligi akamiz xotiniga, eshitmaganda uni gapini. "Senga 1000 marta aytdim, shu qo'shning yaxshi odam emas deb. Yog'ochini ustida o'tirsam, uyingga olib kirib ketmoqchimisan deb meni so'qdi-ya, voy. Men uni yog'ochini nima qilaman?" desa, xotinam sal garangroq ekanmi? Qizini chaqirib, "Juvoni, ma o'lgur. 1000 marta aytdim. Ovqatni tuzini kamroq solgin, yana sho'r qilibsiz shekilli, dadang meni so'kyapti." desa, eri ham, qizi ham sal naqaroq ekanmi? Sal garangroq ekan, qari qizroq bo'lib qolgan ekan, aytarmishki, "Men sizlarga qachon yerga tegaman" dedim. O'rtoqlar, bizni sizlar namanganligimizni bilasizlar. Lentalardan eshitib, Rustamjon askiyachi, Rustamjon hajviy qo'shiqlar aytadi deb eshitgansizlar-u.
Lekin bir narsadan xabarlaringiz yo'q, bizni keyingi paytda talantimizni 3-qirrasi bahorda Toksitaydan chiqqan qo'ziqorin deb poq etib chiqdi. Biz adabiyot sholipayasini loyqalatib, adabiyot sholipayasida she'rlar ham yozganmiz. Adabiyot sholipayasida yoxud bir kurma ko'p chiqib turibmiz. O'toq paytda yulvorishyapti. Biz boshqa sholipayalardan chiqaveramiz. Bugun Abduvaqqos akanikidan yulib tashasa, ertaga Mirzaxon akanikidan chiqamiz. Jo'qiy domlamiz o'rgatgan tushkunlikka tushmang, shogirdlar deganlar. Endi ko'p atoqli shoirlarni bosmaxonada tanishib bo'lganmi? Ularning she'rlari kitob, jurnal, radiolarda yangrayapti-yu, bizniki yangramayapti. Nimaga? Ma'no yo'qmish. Nimaga ma'no bo'lmaydi? Ma'no chakilab to'mayapti-yu. Men bir ikkita o'rtoqlarga isboti uchun shulardan o'qib beraman. Ma'no bormi, yo'qmi birgalashib hal qilamiz o'rtoqlar. Bizni bosmaxonada tanishimiz yo'q. Biz xalq ichidan chiqqan talant, to'rtlik. Ariqni suv kamaysa tosh ko'rinadi, dam tovoqni ko'tarsa osh ko'rinadi, sochni oldirsa bosh ko'rinadi, ko'sa odam doim yosh ko'rinadi. Ma'noni qarang. Ma'no ariqdek suvdek oqyapti-yu. Oltilik suv saqlanar bochkada, xat yozilar ruchkada, parrandada bo'lur pat, yulsang uni chekur dard. Do'ppi boshga kiyilgay, go'shtchi chaynab yeyilgay. Chaynamay yeb ko'rchi, katta xolayini ko'rasan o'sha kuni. Ma'no yo'qmish, nima ma'no bo'lmaydi? To'rtlik yoz yaxshi-yu, yoz yaxshi. Yozdan keyin kuz bo'lar. 99 ga agar birni qo'shsa 100 bo'lar. Necha bo'ladi? 100 o'may. Ma'no yo'qmish. Endi bir shoir she'r yozibdi, unda go'yo ma'no bormi shu? Bir xonanda ashula qilib aytib yuribdi. Sho'x-sho'x o'ynar edim sen bilan qirg'oqda men. Qayerda? Qirg'oqda-ya? Domsovet ishlaydimi? Mavlono yoringni qirg'oqda sho'x-sho'x o'ynatib turgan paytingda charx beraman deb shalap etib daraga tushib ketsa nima bo'ladi? Yoz, Mavlono yoz, qarshi emasmiz, lekin texnika bezapasini ham o'ylab yozginda. Sho'x-sho'x o'ynar edim sen bilan panjarali qirg'oqda men. Achish qilganda odammi? Endigina mana skameyka bilan tanishdi. Shu yigitlarni talabiga binoan bitta yangi narsa aytib beraman. Bizi Uchqo'rg'on degan joyimiz bor. Masalan, biz O'zbekda bir gap borki, palonchi enasini Uchqo'rg'ondan ko'ribdi deydi. Bu so'kinish emas. Enasini Uchqo'rg'ondan qanaqa ko'rish mumkin? Nima u Uchqo'rg'on? Qanaqa ko'radi uni? Uchqo'rg'on bizning rayon. Namangan oblastida Uchqo'rg'on rayoni bor. Uchqo'rg'on rayonida Norin daryo oqadi. Taxtaqul tomondan Qirg'iziston Estirdan oqib keladi. Shaytonning o'qida oqadi. Shing'illab olib, chuqurligi 20-30 metr joyi ham bor. Eniga 6 yoki 5 metr. Ammo inson bolasi tushib ketsa chiqa olmaydi. To o'sha Uchqo'rg'ondan o'tgandan, ko'prikdan o'tgandan keyin yoyilib ketgan joy bor. O'sha yergacha ketaveradi. Birontasi tortib olmoqchi bo'lsa, u ham qo'shilib oqib kelaveradi. Shunaqa bir top bilan oqadigan daryo. Buni tarixi bundoq bo'lgan ekanki, bir qirg'iz og'aynimiz enasini orqasiga mingashtirib olib, eshakda "Jattingayda, jattingay. Ha jattingayda, jattingay" deb bergan ekan. Enasi uxlab qolganmi, nosik bo'lgan ekanmi? Shalab bitib Norin daryoga tushib ketdi. "Jattingay, bunaqasi enasi. Voy ena deb Norin daryoni bo'yidan hali enasining orqasidan quvib ketayotganda bir ko'pni ko'rgan otaxon aytgan ekanki, "Ulim, enangizni endi Uchqo'rg'ondan olasiz." Shundan keyin shu virajeniya kelib chiqgan ekan qarang. Endi Uchqo'rg'onda bir chayqov bozori bor. Dunyodagi
spekulyant Qirg'izistondan keladi, dunyodagi spekulyant O'zbekistondan keladi. Yana ular ba'zan bular ana u bozorni ko'ring. Voy, yo'q narsa yo'q. Deylik anqoni urug'i kerak-a? Luboyda bor quyib qo'yilgani, tuyib qo'yilgani. Anqoni urug'i hech qayerda yo'q narsa, quyib qo'yilgani, tuyib qo'yilgani. Parashok holdagisi, haligi zubnoy pastaga o'xshagan tubiklarga ham quyib qo'ygani bor. Anqoni urug'ining o'zidan 4 xil. Deylik sizga deylik to'g'ri sut kerak-a? Beti olinganimi? Qatiq qilib qo'yilganimi? Qanaqasi kerak? Deylik sizga zambarayni o'qi kerak. Nekalaydikinmi? Ko'tirib beradikinmi? Deylik qo'yingki, boring 3,5 yashar xo'tik eshani duvi kerak. Bor. Kecha kesilgani. Abitda kesilgani, xolasiz sveji ham chaldi degizib kesib berishadi. Bu narsani o'sha bozor alg'oq, dalg'oq odamlar, spekulyantlar endi odam emas ular, odamgarchilik kerak emas ularga, ularga pul kerak. O'sha daryani ustidan ko'prik o'tadi, o'shani u yoqda bu yoqda bozor ketyapti, odamlar qatni uzun ko'prikni teshiklari bor. Bir odam shalab bitib daryaga shu oqib ketyapti. Odamlar qo'lini ber, birov bundoq qarab qo'ymaydi. Odamgarchilik ularga, savdo kerak ularga. Odam bolasi oqib ketyapti. Hech kim qaramaydi. Qancha bor baraka, bor baraka. Qo'ying bo'ldi endi, qo'ying endi. Bor baraka. Qutqar. Bor. Bittasi bundoq ko'rib qolib, bir narsam bor dedimi debdi. Repetitor bir narsam bor dedimi deb orqasidan yugurdi. Nima bor? Hech narsa yo'q, menga zo'r ustaman debdi, sudga kirib ketdi. Bir vaqtimda qaragan ekan chiqibdi. Qanaqa ustasan? Men uy quradigan ustaman. Bitta uy bor, bitkizib berasanmi? Material nimadan? Yurayni qarang, o'zi oqib ketyapti. Baqateraydan debdi u ham. Desa, qo'yaveray, oqib ketaveraman. Jinnixonada haqiqatan ham savob bo'lmas ekan. Yaqinda jinnixonaga rasm darsi bo'yicha domla kelib, ekzamen olibdi. Qarang, to'xtatinglar. 2 soat chizgandan keyin bo'ldi. Qarang, rasmlarni olib chiqinglar, baho qo'yamiz. Qarang, olib chiqingchi, nima bu? Rasm. Mana ko'ring, it bilan suyak deb nom qo'ydik. Xo'sh, it bilan oppoq qog'oz, hech narsa yo'q. Na, it bor, na suyak. Hech narsa chizmagan. Ha, nimasi it bilan suyak buni? Mana shu it bilan suyak. Ha, suyak qani? It yeb qo'ygan.